Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Do'stlar, mana bugun biz Nasos degan joyga keldik. Ro'porosi 3 hafta o'tdi. 3 hafta o'tgach batta mana suv tashagan. 2 metrga suv tashagan. Baliqlar yaxshi chiqyapti ekan. Kecha do'stimiz Tohirjon telefon qildi. Mana shu joylarda kelib baliq oviga keldik. Mana hozir Yangitda akamiz ikkita zo'r sazan chiqardi. Sazan bas karas, ikkita karas. Hali kurchog'idan ham yechgan yo'q. Akamiz o'zini ko'rsatgisi kelmadi mana. Ko'ringlar mana. Karaslar vahshiy dahshat. Mana katta morskoy karaslar. Morskoy karas mana shu bo'ladi. O'zi morskoy deyilmaydi-yu, endi biz morskoy deymiz. Chunki dengizda shunaqa karaslar bo'ladi-da. O'zimizda ham shunaqa karaslar chiqyapti, do'stlar. Hozir akamiz mana yana tashayaptilar. Endi do'stlar, mana shu karas. Hozir men qurollarimni qo'yaman. Xudo xolasa o qurollarini mana shu karaslarni ushlashga harakat qilib beraman. Do'stlar, tinglab tomosha qilinglar. Baliq ovimiz boshlanyapti. Mana do'stlar, hamma baliq oviga narik sohilga o'tyapti, karaslar chiqarishyapti. Men hozir bitta karas chiqardim. Sher akam olib o'tyapti uni. Mana Yur akam ham o'tiribdi. Qadrli do'stlar, hozir men joylarni tayyorlab oldim. Mana hozir udishkami, hozir bitta karasni oldim. Karasni oldim, hozir xudo xolasa bitta karas chiqdi, bitta lesh chiqdi. Leshda endi kichkina leshni qo'yib yubordim. Bunday karasjonni hozir olib setga tashab qo'ydim mana. Mana. Endi sekin xudo xolasa bugun ko'ramiz hozir. Akalarimiz ovdi qilishyapti hozir. Hozir ko'ramiz. Hamma yoq cho'tki bo'lyapti. Baliq u yaxshi ketyapti. Nari u nimada start ketganga o'xshabdi mana. Sekin pavadoglar bilan ham hozir o'ynatib ko'raman. Bugun ikkita feederdan foydalanyapman. 3 metrlik Castmaster nimasidan feederidan, keyin 360lik Zemix kompaniyasini feederidan foydalanyapman. Mana shu feederlarni hozir qo'yib qo'yganman. Flat metodga ham hozir harakat qilib ko'ramiz. Yangi joy. Yangi joydagi ovlarni hozir ko'ramiz mana. Hozir tortib turibdi, yengil, mayda-chuyda baliqlar. Soat 9 da keluvdik, mana hozir soat 11 bo'ldi. 11 часов, да, сейчас? Больше полдвенадцатого. Hozir mana soat 11:30. Xudo xolasa do'stlar, karas balig'im bir narsa tortyapti, olib chiqyapti. Ana biz karas balig'ini ham oldik. Hoppa! Mana karas balig'i do'stlar, ko'rlaring. Mana shunday qilib mana karas balig'ini olyapmiz. Mana karas balig'i. Xudo xolasa yaxshi. Mana do'stlar, karas balig'i. Mana karas balig'i tushyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu karas balig'i. Endi buni ana nimaga solib turamiz, hal qilamiz bu ishlarni. Mana do'stlar, hozir ko'rlaring karas balig'ini oldik. Mana shu zo'r joylarda chiqyapti. Nari tomonda mana Orolchada zo'r olishyapti. Men odatdagidek feeder qarmog'iga olyapman. Yaxshi bo'ldi hozir. Yaxshi hozir. O'tni degan karmushkani qo'ydim. Atak zo'r, hamma baliq ushlayapti. Nega mana biz ham shu qatorda chiroyli baliqlarni ushlayapmiz. Do'stlar, tinglab tomosha qilinglar, baliq ovimiz davom etadi. Hamma paklovkalarda olmayapman, chunki ko'p nima bo'ladi, kichkinagina video qilib beraman. Shuni ko'ringlar. Do'stlar, davay baliq do'stlar, hozir bir narsa olyapti. To'lanlar ham yig'ishib bo'ldi. Ну на этой рыбка тоже есть. Сейчас сделаешь. Аж крючок беру. Sag'asi ham bo'ladi do'stlar, hozir bir narsa
Baliq tortib olib chiqayotganimda. Да, рыба тоже есть. Сейчас вот это. Возьмем shu. Ой, рыба. Ana hozir baliq ham oldik. Shuni oldida biz leskamiz ham shu yerda. Ko'rlaring. Mana leskamizga ham balig'imiz mana tushib turibdi. Ko'rib turibsizlar hozir. Hozir uni chiqarib olamiz. Ana. Endi buni qarmog'imizga birashib. Да. Сейчас, подожди. Do'stlar. Gash baloz buni yechib olib turib. Nima qilamiz? Solib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar. Mana. Mana shunaqasi ham bo'ladi do'stlar. Juda musor ko'p. Musor ko'p mana o'ralashib qoldi. Hozir buni sekin o'ynaymiz. Вообще, да, дядя Юр? Мусора очень много, да? Да, мусора очень много, а это мешает, да. Давно бы уже так вам навалили. Juda musor nima qilyapti? Shu qadar juda ko'p baliq ushlagan bo'lardik. Juda ilib bo'ldi. Naryoqda ham mana ko'ryapsizlar, mana musor juda ko'p. Musor nihoyatda ko'p tozalashyapti. Ну nechun, lekin qadrli do'stlar, mana baliq ovimiz zo'r ketyapti. Hozir 5-6 ta уже karas ushlab qo'ydim. Men hammasini ko'rsatmayapman hozir. Bitta ikkita qilib ko'rsatmayapman. Juda zo'r ov ketyapti. Endi hozir soat 2 ni kutamiz. Mana shuncha karaslarni ushlab qo'ydim. Mayda endi ular qo'yib yuboramiz. Hozir sizlarga ko'rsatish uchun to'playapti. Endi hozir baliq ovchilarimiz mana u naryoqda juda zo'r olyapti. Yurak ham o'tiribdi mana. Xo'raylarni ham mana tayyorlab qo'ydim. Xo'raylar mana aparishlar. Shu hamma nimalardan hozir foydalanyapman hammasi. Natijalar yomon emas. Men hozircha sizlarga mayda chuda natijalarni ko'rsatmayman. Soat 2 ni kutaman. Shundan keyin intensivniy paklovkalarni ko'rsataman. Atak hozir quyosh baqib o'tgandan keyin juda chiroyli kadrlar bo'lish kerak. Lekin ovimiz zo'r ketyapti mana. Xudo xolasa hamma yo'q zo'r. Mana u cho'pungon postidan o'tganda mana shu nasosga kelib ov qilyapmiz. Ko'ringlar do'stlar. Hamma ovchilar mana shu yerda chiroyli ovlar bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar, musor ko'p. Yana hozir tekshirib qo'yamiz, paklovkalar bo'ldi. Qani, yo bismillah, qani. Bilamiz. Yaxshi ham leskalik nima qilib olganim, plityonka bas. O, mana baliq bor ekan. Yana bitta karas bor. Do'stlar, karas baliq. Karas balig'i tushdi. Yaxshi, ular yaxshi bo'lyapti. Mana do'stlar, qishdan chiqqan karaslar. Anaqa joni yo'q, ko'rasizlar? Joni yo'q. Zo'r, zo'r qimillayapti. Qishdan chiqib sekin shunaqa holatda karaslar. Bo'lmaz. Holati yo'q. Zo'r. Bo'lmayapti. Chunki u ham shunaqa bo'lyapti. Baliqimcha nima emas, jivoy emas. Lekin shunga qaramay, hozir yaxshi ov qilyapmiz. Ko'ramiz. O'la. Orolchadan bir ikkita odamlar ketdi. Soat 2 ni kutamiz. 2 ni. Orolchadan ham olib o'tishdi. Biz buni joylarni qo'yib o'tiribmiz. Ko'ramiz. Avara, davay. Karras balig'imi nima bu? Da, сейчас. Rыбка. O. Avana. Вот karas. Mana do'stlar. Blek. Yana bitta karas balig'i mana.
Karaslar tushyapti mana. Oppa! Ana. Karasmi nima? Karas balig'i yana. Aba. Karas balig'i. Ay davay yana bitta tortib qo'ychi. Juda tortdi. Davay. Bir narsa o'tiribdimikan? O'tiribdi. Oppa! Qani. Yana bitta baliq bo'lsa kerak. Ana hozir. Davay. Ha, bor ekan. Oppa, mana yana bitta. Taga o'tkaras. Qanar bu video kamera. Oppa! Ana yana bitta karas balig'i do'stlar. Shunday qilib karas balig'ini chiqaryapmiz. Shekillik. Bilmadim, hozir ko'rinsa. Oppa, mana yana bitta karas balig'i. O'tin. Ko'rlaringmi? Mana karas balig'ini ushlab, fidir qarmog'iga ushlayapmiz. Значит, вам надо место поменять. Hali aytdim, anatga o'tirdim. O'tirsam, "Yat" dedi. Ну, это да, более-менее. Bizga endi dam olgani, miyani tinchlantirgan bo'laveradi. Mana. Oba. Yapti. Do'stlar, hozir ko'ramiz. Mana shunday qilib urib turibdi, shapaladi. Bir bo'lsa ilindi shekilli, bir tekshirib qo'yamizmi? Ha, bitta silkitib qo'ysang. Yo'q, bor shekilli o'tirib shekilli. Mana ko'ramiz. Leskadan uncha bilinmaydi-da, plichonka bo'lsa zo'r bilinadi. Ha, bor ekan shekilli. Bor ekan, mana o'ynatib yuboryapti do'stlar. Mana. Az, bir, oppo, juda katta chiqdi. Halis. Juda katta baliq chiqdi. Do'stlar, mana baliq ovimiz davom etmoqda. O'zlaring ko'rib turibsizlar, mana odamlar juda ko'p, musor ko'p. Lekin shunga qaramay, hozir baliq ovimiz yaxshi ketyapti. Yomon emas. Soat 2 dan o'tdi. Men o'sha 3-4 ta baliq ushlab qo'ydim. Natijalar ham deyarli yomon emas. Natijalar katta bo'lmasa ham yaxshi. Lekin mana odamlar o'zimiz mana baliqchilarimiz to'g'ri, hali nimaga ham yaxshi ushlashyapti. Gruzi bilan katta kurchoklari qo'yib, katta karaslarda ushlashyapti. Lekin menda natijalar katta bo'lmasa ham son jihatdan natija ko'p menda. Mana o'zim uchun do'stlar, ovga chiqinglar do'stlaring bilan. Mana shunaqa ovlarda bo'linglar. Mana bahor payti keldi. Mana baliqlar ham tortib turibdi. Zo'r bo'lib. Yaxshida mana miyani tinchlantirib o'tiribmiz. Mana do'stlar, navbatdagi balig'imiz. Oppa! Ana. Yomon emas. Xudo xolasa mana efirda, primoy efirda mana baliqni olib chiqsam kerak, ya'ni oldin olib chiqib olay, yaxshigina tortyapti. Mana katta, oppa, mana bitta karas chiqdi mana do'stlar. Katta karasimiz chiqdi mana. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar? Katta karas. Bugun zo'r mana. Karaslar ham do'stlar yaxshi. Mana do'stlar, karaslar mana shunaqa karaslar chiqyapti. Endi bu baliqni olamizda nimaga solib qo'yamiz? Natijalar yomon emas. Son jihatidan ko'p menda. Qo'riy bilan o'q qilyapman. Bitta qarmoqqa 5 ta 6 ta qarmoq bas. Do'stlar, endi dalsha davom ettiramiz baliqimizni. Yo, men keyingi safar kelaman, borib o'tamiz. Mana Sher aka olib o'tib qo'yaman debdi Orolchada, lekin bolalar zo'r baliqlar ushlashdi. Mana shu yerda sekin o'zim o'tiribman mana. Yomon emas, lekin natijalar zo'r bo'ldi bugun. Olib o'tib qo'yaymi dedi. Bolalarni olib o'tdi, aqda ham yaxshi karaslarni ushladi. Katta karaslar. Mana hozir bolalar ushlashyapti. Kalar mana shu yerda o'tirishdi bular ham. Shunchalik. Mana karas baliqni o'z mana olib chiqyapti. O'z montajini ham ko'ramiz bolalar. Mana. Toyirjonniki ham mana tortdi. Ko'ryapsizlar mana.
Zo'r mana bu ketyapti. Ha, ketdi. Sherik oldi. Tohirjonni ham ko'ramiz buni. Biz kecha menga shu Azaka shartta zo'r bo'lyapti dedi, keldim. Qani? Qani? Tohir aka nima deb qo'yasiz endi? Kelinglar, birgalikda ov qilamiz. Tak, mana kurchukdan inchyapmiz. Montajni mana ko'ryapsizlar do'stlar. Prujina mana katta prujina 100 grammdan og'irroq. Uchida kurchugilingan teva qismida mana shu karaslar. Katta karaslar. Karaslar mana. Shuni karaslar. Nechida kelyapsiz Tohirjon? Hozir endi 1 soat bo'lgan. 1 soat ichida mana 3 ta karas ko'ryapsizlarmi do'stlar? Молодец. Ha, ko'rdim, nari qarmoqligini ham ko'rdim. Mana do'stlar, hamma chiqib namuna oladi. Mana shu nasos. Ko'ryapsizlar, nasoslarni ko'rib turibsizlar. Men chiroyli o'rolchi. Do'stlar, soat 5 ga yuryapti. Baliq ovimiz davom etyapti. Xudo xolasa hamma yo'q chotga ketyapti. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan baliq ovimiz ham bugungisi yakuniga yetdi. Do'stlar, o'ylaymanki bugungi bizni baliq ovimiz sizlarga yoqadi. Do'stlaring bilan bo'lishinglar, obuna bo'linglar. Endi bo'lsa, hozir men sizlarga natijalarni ko'rsatib, baliq ovimizni yakunlaymiz do'stlar. Mana do'stlar, mana shu karaslarimiz tushdi mana. Bularni endi biz hamma baliqlarni qo'yib yubormayman. Yuragiga hali zoddor mishiqlari bor, o'shanga berib yuboramiz. Ularga beradi mana. Mana shu karaslarni bugun ushadi. Natijalar zo'r bo'ldi, yomon emas. Soat 9:30 da kelgan bo'lsak, mana shu karas baliqlar. Shuning bilan baliq ovimiz yakuniga yetdi. Hammalaringga omad, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.